Goldni shu kunga qadar barcha tergov va sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va nihoyasiga ko'ra Gold o'zi qilgan qilmishlari bilan aybli deb topilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Do'stlar, Gold haqidagi bu xabar ko'pchilikni larzaga soldi. Shahzod Uzoqovning so'zlariga ko'ra, barcha tergov ishlari yakunlanib, Goldga 5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Bu albatta achinarli holat. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli O'zbekiston xalqi. Men Ravshan Hamjanovich, Shahzod Uzoqov, ya'ni Gold taxallusi bilan tanilgan MMA aralash jang san'at ustasi sportchimiz advokat hisoblanaman. Hozir shu kunga qadar O'zbekistonimizda dolzarb mavzu bo'lib kelgan, ya'ni Gold mavzusi bo'yicha bir bayonot bermoqchiman. Goldni shu kunga qadar barcha tergov va sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va nihoyasiga ko'ra Gold o'zi qilgan qilmishlari bilan aybli deb topilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni o'tab chiqquniga qadar aziz muxlislar, O'zbekiston xalqi, Goldni muxlisi bo'lib qola olasizmi? Unaqa emas. O'zbekistonni yuragi podpisatsiya bo'lganmiz-ku biz. Dushini va dushu. Sotilganlar otilmadi, otilganlar sotilmadi, ona. O'zbekiston alhamdulillah, mana alhamdulillah ozodlikka chiqib oldik. Onamga bu safar gul olib kelmadim, onamning o'zlari gul bo'lib turibdilar. Onamning mana degan gullar uyaladi. Men sizlarni podishkalaringizni, har birlaringizni podishkalaringizni eshitdim va ko'rdim va sezib kelyapman. Sizlarga rahmat, kattakon. Sizlar bilan hali inshaalloh butun dunyoga O'zbekistonning bayrog'ini, O'zbekistonning nomini eshitgan payti badanni bijlatayotgan qilamiz inshaalloh. Dostoyniy mujiki demayman. Dostoyniy mujiklik qila olmadik. Dostoyniy mujiklik bo'layotganimizda onamizdan ko'z yosh chiqmasligi kerak edi. Порядочный mujik bo'lamiz bundan keyin. Davay mujiki. Bir paytlar Pop MMA sahnasida katta shov-shuvlar uyg'otgan Gold endi bu sinovlarni sabr bilan yengmoqchi. Assalomu alaykum O'zbekiston, dostoyniy mujiklar, yaxshimisizlar? Mana gol tukamni so'radinglar. Alhamdulillah ozodlik ham chiqib oldi. Inshaalloh duoda bo'linglar. Beri tolka O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz inshaalloh. Duoda bo'linglar mujiklar. Assalomu alaykum mujiklar. Sizlarga katta bir narsani ochaman. Katta narsa nima degani? Meni qiyin kunlarda har doim qanotimning ostiga kirganlardan meni duh bo'lib turgan, menga motivatsiya bo'lib turgan bir odam bor. U otam. To'nisizlarmi? Qo'yib borganman. Yana ham ko'rsataman otamning menga qanaqa motivatsiya borligini. Men o'tirgan joyimga, kirib borgan joylarga, ertasiga bergan vaqtlari telefon bilan gapirgan vaqtim otam menga shu vaqtda o'g'lim o'zingni tut degan vaqtlar men otam bor, meni duhim bor otam. Aytib o'yin bo'ladiki, bola otasiga qarab duh oladi-da. Men shuni ko'rsataman sizlar bilan gaplar. Ko'rsataman yuraylik. Shu inson tanıysizlar, men otam bo'ladilar. Meni o'yini, mana shu kuchdan olib, motivatsiya olib, har joyga to'xtab qolmaganman, alhamdulillah. Bundan beri ham to'xtab qolmayman. Meni ko'rgan borgan paytlari menga motivatsiya berganlar. O'g'lim, sen shuni bil, bu kulfatlar kulfat emas, bu o'ylovlaring o'ylov emas. Bizga eng katta kulfat deganlar payg'ambarimiz o'lganlari. Bundan boshqa bizga kulfat emas. Sen ko'chaga chiqib ketsang, sevinasan, to'g'ri. U ham katta quvonch emas. Bizning quvonchimiz Allohning jamoasini ko'rish deganlar. Shunaqa motivatsiyalarni ko'rib, otamdan duh olib, o'g'lim o'ylama. Shunday telefon qilib, men ichkariga kirib qoldim. Tushkunlik tushib qolgan paytim, otam shunday ko'rgan kelinlar, o'g'lim, sen bilan faxrlanaman. Senga ishonaman, o'g'lim. Sanaqa bunday to'rt devor ichi seni yeb qo'ymaydi, men senga ishonaman deganlari, mana alhamdulillah duoga bo'lib, alhamdulillah mana yelkamning ostidan bilkam akam bor, Oyatulloh akam bor, mana abbakalarim, yaxshi akalarim bor, alhamdulillah. Sanoqli qoldi, ko'p emas, sanoqli radnoylar, sanoqli aka-ukalar qoldi. Inshaalloh mana shu inson, otam, akalarim, alhamdulillah mana ota nima deysiz, mujiklar, mana mujiklar ham. Bizni kutgan ota-onalarga, bizni kutgan opa-singillarga, bizlarni kutgan mujiklar nima deysiz? Nima deyman? Avolasi dunyomiz tinch, shunday yurtboshimiz bor. Alloh umrlarni uzun qilsin. Hammani ham
ota-onasi farzandlari shunday bo'lishini xohlayman. Haloldan bersin. Alloh taolo o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmasin. Yana Alloh taolo shuna sinov berdiki, butun aka, uka, oshna, og'ayni, qarindoshni, el yurtni sinovdan o'tkazdi. Bu katta narsa. Katta rahmat tepadagilar ham hammasiga. Meni o'g'lim o'stirgandan faxrlanaman. Avolasi shu yuzga kirib otamiz olamdan o'tkazdilar. Jannati bo'lsinlar. Otamiz halol yedirib, halol ichirib dunyoga keltirganlar. Shu o'g'limizni yoshlikdan tug'ilgandan Tillajon deyishdilar. Allohxon bizda shunga gol degan nomi qolganki, sabab nima uchun otam uni gol deydi deganimni otam aytganlarki, baland qiyomatgacha asar oladigan tilla bo'ladi. Zakotni ham tilladan beriladi deganlar. Shuning uchun hammamizga ham otam yoshini bersin, yurtboshimiz umrlar uzun bo'lsin. O'rta Osiyo bo'yicha butun prezidentdan ishiga Alloh taolo ulug' prezident qilib qo'yadiki, shunday farzandlari shunday sharoit qilib beryaptilarki, sportga hamma qiziqyapti. Hamma e'tiborlar uchun. Hayotda har kim xato qiladi, lekin muhim narsa undan to'g'ri xulosa chiqarishdir. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring va Goldni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men mehribonlarim, men aytamanki O'zbekistonni yuragiga podpisatsiya bo'lganmanman. Bizani sochimiz olinishi mumkin, bizani qag'izimiz qonashi mumkin, qaysidir joyimiz shirlanishi mumkin, lekin yuragimizdagi duximiz o'lmaydi. Qachon o'ladi yuragimizdagi duximiz so'nadi, gulga kirsa so'nadi. Birinchi o'chatga O'zbekiston rahbariyatidan menga juda ham katta rahmat deyman. Menga ishonch bergani uchun, meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun hammalariga rahmat deyman. Hali gaplarim ko'p sizlar bilan O'zbekiston hammasini bitta sizlar bilan aytib boraman. Har bitta nima bo'lgan, nima qo'ydi, nima qildi, 3 oy davomiga mendan nima o'tdi, hammasini sizlar bilan gaplashib boraman. Inshaalloh aytaman. Sizlar meni kutdinglar. Meni kutganlar hali chiqib yo'li davom etadi deganlar, men sizlar bilanman. Meni hali chiqmaydi, bo'ldi, ketdi deganlar, men ham sizlar bilanman. Men sizlarni ko'rib, u yuragingizdagi narsani g'ijilda men sizlarni to'g'rilayman. Men kelgan joydan boshlab ketaman men inshaalloh. Sizlarga kattakon rahmat, ota-onalaringizga rahmat deb qo'yinglar meni nomimdan. Har bitta O'zbekiston har bitta joyga kirib chiqaman inshaalloh. Salom alaykum qilib meni kutgan ota-onalar, meni kutgan radnoylarim yonimga gaplashib chiqaman. Har bittalaringiz bilan salom alaykum qilganlar, menga rahmat deb tabrik yozayotganlarga har bittasi yozaman. Juda kattakon rahmat. Kelgan joydan O'zbekistonni udarlarni ko'rsatamiz. Eng kattasi. Inshaalloh o'zlaringiz ehtiyot qilib, menga bergan podpishkalaringizni yana davom ettirasiz.